21 ming dollar tikib, oyiga 20 million daromad topishni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Biznesingiz uchun eng yaxshi g'oya FAF Tiger VR. Mashinamiz 2 litrlik 130 ot kuchlik benzinli motor bilan jihozlangan va bunga propan, metan gazlarni bemalol o'rnatishingiz mumkin. Mashinamizni balon formulasiga keladigan bo'lsak, 4 ga 2 bo'lib, tormoz tizimi, baraban ABS tizimi qo'llangan. Yuk mashinamizni bort o'lchamlariga keladigan bo'lsak, 380 ga 190 bo'lib, yuk ko'tarish hajmi 2,5 tonna ko'rsatilgan, lekin mijozlarimiz 4 tonnagacha yuklashmoqda. Keling endi mashinamizning salon qismini ko'rsatib o'taman. Salonimizda gidravlический multi-rul mavjud va sensorli multimedia paneli mavjud. Sensorli multimedia paneli orqali old va orqa kameralarni boshqarish imkoniyati bor. Yo'ldagi holatlarni yozib boradi. Hozirgi jazirama issiq kunlarda konditsioner mavjud. O'rindiqlar soni 3 ta. Ko'pchilik qiziqyapti, oyiga qanaqa qilib 20 million daromad olish mumkin. Uzum dastavka, Yandex dastavka, boshqa xo'jalik ishlarida ishlab, kuniga 8 ming 1 million daromad olish mumkin. O'shanda oyma-oy o'rtacha 20 million daromad topsangiz bo'ladi. Eng asosiysi, bu texnika O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bo'lib, 3 yil kafolatga ega. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi Toshkent va Xorazm filiallari raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.